Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugun siz bilan juda muhim, millionlab insonlarning hayotiga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuni atroflicha muhokama qilamiz. Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda shunday yoshi ulug' insonlar bo'lsa, bu ma'lumot ayniqsa siz uchun davlatimiz tomonidan keksa avlodni qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy etilgan. Lekin ko'pchilik bilmaydigan yoki e'tibordan chetda qoldiradigan muhim yangiliklar haqida gaplashamiz. Ayniqsa hududiy qo'shimcha to'lovlar, ya'ni 65 yoshdan oshganlar uchun hududiy qo'shimcha to'lovlar mavzusi ko'pchilikda savollar uyg'otadi. Bu shunchaki bir qoida emas, balki sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan real imkoniyatdir. Bu ma'lumot har birimiz uchun juda muhim. Shuning uchun diqqat bilan eshiting. Agar ushbu videoni foydali deb topsangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shu kabi foydali ma'lumotlarni tayyorlashda katta yordam beradi. Muammoning mohiyati, ilgari va hozir nima o'zgardi? Avvalgi tizimda qoida tariqasida pensiya va nafaqalarning asosiy miqdori respublika miqyosida yagona tartibda belgilanar edi. Har bir fuqaroning staji, ish haqi va boshqa umumiy qoidalar asosida uning pensiya miqdori hisoblanar edi. To'g'ri, ba'zi ijtimoiy toifalar uchun, masalan, 2-jahon urushi qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun qo'shimcha imtiyozlar mavjud edi. Biroq bu imtiyozlar ko'pincha umummilliy darajada amal qilgan va hududlarning o'ziga xos xususiyatlarini, ya'ni hududiy iqtisodiy vaziyatni, aholi turmush darajasidagi farqlarni yoki yashash narxidagi tafovutlarni to'liq hisobga olmas edi. Natijada Toshkent shahri kabi yashash qimmatroq bo'lgan hududlarda yashovchi pensionerlar bilan viloyatlardagi pensionerlar o'rtasida moliyaviy farqlar yuzaga kelishi mumkin edi, garchi ularning pensiya miqdori bir xil bo'lsa ham. Ushbu tizim ijtimoiy adolatni ta'minlashda ba'zi kamchiliklarga ega edi. Chunki har bir hududning o'ziga xos ehtiyojlari va imkoniyatlari mavjud. Pensiya tizimi iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan barqaror bo'lishi kerak. Shuningdek, keksalikda moddiy jihatdan himoyasiz qolgan fuqarolarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lishi lozim. Eski tizim bu ehtiyojni doimo to'liq qoplay olmas edi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy siyosatga bo'lgan yondashuv sezilarli darajada qayta ko'rib chiqilmoqda. Davlatimiz rahbari va hukumatimiz tomonidan keksa avlodni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu nafaqat umumiy pensiya miqdorini oshirish, balki aynan har bir hududning o'ziga xos sharoitlarini hisobga olgan holda aniq maqsadli yordam ko'rsatishga qaratilgan sa'y-harakatlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu jarayonda har bir viloyat, tuman va hatto mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy holatini o'rganish, aholining real ehtiyojlarini aniqlashga alohida ahamiyat berilmoqda. Natijada 65 yoshdan oshganlar uchun hududiy qo'shimcha to'lovlar deb nomlangan yangi mexanizm joriy etildi. Bu mexanizmning asosiy mohiyati shundaki, endi har bir hudud o'z byudjet imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda keksa yoshdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar uchun qo'shimcha moddiy yordam ajratish huquqiga ega bo'ldi. Bu avvalgi yagona tizimdan farqli o'laroq endi qo'shimcha to'lovlar miqdori va ularni olish mezonlari hududiy hokimiyatlar, mahalliy kengashlar tomonidan belgilanadi. Ya'ni endi qo'shimcha to'lovlar butun mamlakat bo'ylab bir xil emas, balki siz yashayotgan hududning ijtimoiy-iqtisodiy holati, mahalliy byudjetning imkoniyatlari va ushbu hududda belgilangan ijtimoiy himoya siyosati bilan bevosita bog'liqdir. Bu o'zgarishning asosiy sababi ijtimoiy adolatni yanada chuqurroq ta'minlash va har bir fuqaroning turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan aniq maqsadli yordam ko'rsatishdir. Endi nafaqa oluvchilarning individual ehtiyojlari va hududiy yashash sharoitlari ko'proq hisobga olinadi. Batafsil tushuntirish, nimani bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kimga keragi yo'q. Demak, ushbu yangi tizim haqida har bir fuqaro bilishi kerak bo'lgan eng muhim jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda bu qo'shimcha to'lovlar nafaqat 65 yoshdan oshgan barcha fuqarolar uchun avtomatik tarzda berilmaydi. Bu juda muhim nuqta. Ushbu to'lovlar asosan ijtimoiy himoyaga muhtoj, ya'ni daromadi belgilangan eng kam miqdordan past bo'lgan yoki og'ir turmush sharoitida yashovchi keksa fuqarolarga qaratilgan. Har bir hudud, viloyat, tuman, shahar o'zining ijtimoiy-iqtisodiy holatidan kelib chiqib qo'shimcha to'lov olish uchun o'z mezonlarini belgilaydi. Bu mezonlar odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi.
bin daromad darajasi ko'pincha. Bu qo'shimcha to'lovlar faqat oilasining umumiy daromadi belgilangan minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan yoki ma'lum bir pensiya miqdoridan past bo'lgan pensionerlarga ajratiladi. Masalan, agar sizning pensiyangiz va oilangizdagi har bir a'zoning daromadi, agar ular siz bilan birga yashasa, belgilangan daromad chegarasidan past bo'lsa, siz ushbu to'lovga da'vogar bo'lishingiz mumkin. Bu yerda faqat pensionerning o'zining daromadi emas, balki u bilan birga yashovchi oila a'zolarining ham daromadi hisobga olinishi mumkin. Bu juda muhim nuqta, chunki ko'pchilik faqat o'zining pensiyasini hisoblaydi. Ikkinchi, yashash sharoitlari ba'zi hududlarda agar pensioner yakka yolg'iz yashasa, uy-joy sharoiti og'ir bo'lsa, masalan, ta'mirga muhtoj uyda yashasa, kommunal to'lovlarni to'lashda qiynalsa, ushbu holatlar ham hisobga olinishi mumkin. Bu yerda maqsad eng muhtoj, eng og'ir ahvolda qolgan keksalarga birinchi navbatda yordam berishdir. Mulkning mavjudligi. Ba'zi hududiy komissiyalar qo'shimcha to'lov ajratishda pensioner yoki uning oilasida qimmatbaho mulk, masalan, ikkinchi uy, mashina, katta yer uchastkasi mavjudligini ham inobatga olishi mumkin. Agar katta mulk bo'lsa, hatto daromad past bo'lsa ham qo'shimcha yordam ajratilmasligi mumkin. Chunki mulkning o'zi moliyaviy barqarorlikni ko'rsatishi mumkin. Keling, real hayotiy misollar orqali vaziyatni yanada aniqlashtiramiz. Birinchi misol. Toshkent shahridagi holat. Marhabo aya 10 yoshda. U uzoq yillar o'qituvchilik qilgan va bugungi kunda 1,6 million so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari chet elda ishlaydi va ulardan moddiy yordam olmaydi. Toshkent shahrida yashash darajasi viloyatlarga nisbatan yuqoriroq ekanligini hisobga olsak, 1,6 million so'm ba'zan faqat kundalik ehtiyojlarni zo'rg'a qoplashga yetadi. Toshkent shahri hokimiyati va mahalla ijtimoiy qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan belgilangan mezonlarga ko'ra, agar yolg'iz yashovchi pensionerning oylik daromadi 2 ming so'mdan past bo'lsa, unga 400 ming so'm miqdorida hududiy qo'shimcha to'lov ajratilishi mumkin. Marhabo ayaning pensiyasi ushbu chegaradan past bo'lgani uchun u tegishli hujjatlarni taqdim etgandan so'ng har oy 400 ming so'm qo'shimcha to'lov olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada uning oylik daromadi 1,6 ming, 400 ming, 2 ming so'mga yetadi. Bu uning oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal to'lovlar uchun sarflaydigan mablag'ini sezilarli darajada yengillashtiradi. Bu misolda ko'rib turganingizdek, hududiy siyosat aniq bir hududdagi yashash xarajatlarini inobatga olgan holda qo'shimcha yordamni taqdim etadi. Ikkinchi misol, Farg'ona viloyatidagi holat. Ahmad Bobo 68 yoshda. U uzoq yillar zavodda ishchi bo'lib ishlagan va 1,3 ming so'm pensiya oladi. Uning 2 nafar farzandi bor. Ular birga yashashadi va har birining oylik daromadi taxminan 3 million so'mdan. Farg'ona viloyatida belgilangan hududiy mezonlarga ko'ra, agar oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromad 1,5 million so'mdan oshsa, qo'shimcha to'lov ajratilmaydi. Ahmad Boboning oilasida 3 kishi yashaydi. O'zi va 2 farzandi. Oilaning umumiy daromadi 1,3 million pensiya, 3 ming farzandiga 7 ming so'm. Oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromad 2,33 so'm. Bu miqdor Farg'ona viloyatida belgilangan 1,5 million so'mlik chegaradan ancha yuqori bo'lgani uchun Ahmad Boboga hududiy qo'shimcha to'lov ajratilmaydi. Bu yerda maqsad asosan haqiqatda muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlashdir. Chunki farzandlari orqali yetarli daromadga ega bo'lgan oilalar bu turdagi qo'shimcha yordamga ehtiyoj sezmasligi mumkin. Uchinchi misol, Navoiy viloyatidagi holat. Zuhra aya 72 yoshda. Uning pensiyasi 1,400 million so'm. Uning o'zi Navoiy shahrida 3 xonali shaxsiy uyga va shahardan tashqarida 6 sotix bog' uchastkasiga ega. Uning daromadi past bo'lsa-da, Navoiy viloyatida qabul qilingan qoidaga ko'ra, agar pensioner yoki uning oilasida ikkinchi ko'chmas mulk, qo'shimcha uy, do'kon, katta yer uchastkasi yoki yuqori baholi transport vositasi mavjud bo'lsa, bu uning moddiy ahvolini yaxshi deb baholashga asos bo'lishi mumkin. Bunday hollarda hatto daromad past bo'lsa ham qo'shimcha to'lov ajratilmasligi mumkin. Zuhra ayaning ikkinchi mol mulki bog' uchastkasi uni ushbu qo'shimcha to'lovdan mahrum etishi mumkin. Bu holatda komissiya mulkning qiymati va undan keladigan daromad imkoniyatlarini, masalan, bog'dan hosil olib sotish baholaydi. Bu kabi qoidalar
byudjet mablag'larini haqiqatda eng muhtojlarga yo'naltirishga xizmat qiladi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda. Sizning pensiyangiz miqdori respublika bo'yicha belgilangan minimal pensiya miqdoriga yaqin bo'lsa va siz yolg'iz yashasangiz yoki oilangizdagi har bir a'zoning daromadi o'rtacha darajadan past bo'lsa, siz albatta ushbu imkoniyatni o'rganishingiz kerak. Sizning hududingizda qanday mezonlar belgilanganini aniqlashingiz va hujjatlarni tayyorlashga kirishishingiz zarur. Agar hozirda moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan bo'lsangiz, bu qo'shimcha to'lov siz uchun juda katta yordam bo'lishi mumkin. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz ancha yuqori bo'lsa, masalan, respublika bo'yicha o'rtacha pensiya miqdoridan sezilarli darajada yuqori va yoki oilangizdagi boshqa a'zolarning daromadlari yetarli bo'lsa, siz ushbu to'lovga ehtiyoj sezmasligingiz mumkin. Shuningdek, agar sizda bir necha ko'chmas mulk yoki qimmatbaho avtomobil kabi katta aktivlar mavjud bo'lsa, yuqoridagi Navoiy viloyati misolidagidek bu sizni ushbu qo'shimcha to'lov olish imkoniyatidan mahrum etishi mumkin. Chunki bu to'lovlar ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Istisnolar, tuzoqlar va ko'rinmaydigan nozik jihatlar hududiy qo'shimcha to'lovlar tizim ba'zi istisnolar. E'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va nozik jihatlarni o'z ichiga oladi. Ularni bilish sizga jarayonni tushunishda va muvaffaqiyatli murojaat qilishda yordam beradi. Istisnolar ba'zi fuqarolar toifalari uchun qo'shimcha to'lovlar belgilashda alohida yondashuvlar mavjud. Masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va mehnat fronti faxriylari ularga ko'pincha daromaddan qat'iy nazar avtomatik ravishda qo'shimcha ijtimoiy yordamlar ko'rsatiladi. Ammo bu to'lovlar hududiy qo'shimcha to'lovlardan farq qilishi mumkin. Shunga qaramay, ular har ikki turdagi yordamga ham da'vogar bo'lishlari mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar ba'zi hududlarda agar 65 yoshdan oshgan pensionerda nogironlik holati bo'lsa, uning daromad chegarasi biroz oshirilishi yoki unga imtiyozli sharoitlar yaratilishi mumkin. Bu albatta mahalliy hokimiyatlarning qaroriga bog'liq. Yolg'iz yashovchi pensionerlar, yuqorida aytib o'tganimizdek, yolg'iz yashovchi pensionerlar ko'pincha birinchi navbatda ko'rib chiqiladi. Chunki ularning o'ziga qaraydigan, moddiy yordam beradigan yaqinlari bo'lmaydi. Bu holatda ularning daromadiga nisbatan talablar yumshoqroq bo'lishi mumkin. Alohida xizmatlari bor shaxslar, davlat va jamiyat oldida alohida xizmat ko'rsatgan shaxslar uchun ham alohida yordam mexanizmlari mavjud bo'lishi mumkin. Ammo bu odatda umumiy qo'shimcha to'lovlarga kirmaydi va ular uchun alohida qarorlar qabul qilinadi. Tuzoqlar va noaniq holatlar. Bu yerda ko'pchilik yo'l qo'yadigan xatolar va tushunmovchiliklar yuzaga keladigan vaziyatlar haqida gapiramiz. 1. Barcha daromadlarni hisobga olmaslik. Ko'pchilik faqat o'zining pensiyasini asosiy daromad deb hisoblaydi. Lekin mahalliy komissiyalar siz bilan birga yashovchi oila a'zolarining ish haqi, tadbirkorlikdan tushgan daromadlar, bankdagi omonatlardan olingan foizlar, ijaradan keladigan mablag'lar, hattoki tomorqadan olingan hosildan olinadigan daromadlarni ham hisobga olishi mumkin. Bu jarayonda sizdan oilangizdagi barcha daromad manbalari haqida to'liq ma'lumot talab qilinishi mumkin. Agar siz biror daromad manbasini yashirsangiz yoki noto'g'ri ma'lumot bersangiz, bu arizangizning rad etilishiga, hatto keyinchalik noqonuniy olingan mablag'larni qaytarishga majbur bo'lishingizga olib kelishi mumkin. Masalan, Gulnora aya o'zining pensiyasi 1,5 million so'm ekanligini, lekin o'g'li har oy xorijidan 2 million so'm yuborishini aytmagan. Agar bu ma'lumot aniqlansa, uning arizasi rad etiladi. Ikki mulkning qiymatini baholash. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ba'zi hududlarda pensionerning mol-mulki ham hisobga olinadi. Agar sizda shaharda ikkinchi kvartira yoki katta yer uchastkasi bo'lsa, hatto undan daromad olmayotgan bo'lsangiz ham, bu sizning arizangizni rad etishga sabab bo'lishi mumkin. Komissiya bunday mulkning bozordagi qiymatini yoki undan olinishi mumkin bo'lgan potensial daromadni baholashi mumkin. Masalan, Abdulla bobo o'z nomida 2 xonali kvartiraga ega, lekin u yerda hech kim yashamaydi. Hokimiyat komissiyasi bu kvartirani ijaraga berib daromad olish imkoniyati mavjudligini hisobga olib, unga qo'shimcha to'lov ajratishni rad etishi mumkin. O'tib, murojaat muddati va takroriy murojaatlar, ko'pchilik qo'shimcha to'lovlar bir marta berilib, doimiy bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Aslida esa bu to'lovlar ma'lum bir muddatga, masalan, 6 oy yoki 1 yilga ajratilishi mumkin. Bu muddat tugagandan so'ng
siz qayta murojaat qilishingiz va oilaviy daromad, yashash sharoitlari o'zgarmaganligini isbotlashingiz kerak bo'ladi. Agar siz qayta murojaat qilishni unutib qo'ysangiz, to'lovlar to'xtatiladi. D. Hududlararo farqlar eng katta nozik jihatlardan biri bu hududlararo farqlardir. Farg'ona viloyati belgilagan mezonlar Toshkent shahridagi mezonlardan butunlay farq qilishi mumkin. Bir hududda siz qo'shimcha to'lov olishingiz mumkin bo'lsa, boshqa hududda xuddi shu sharoitlarda rad javobini olishingiz mumkin. Masalan, Jizzax viloyatida yashaydigan Oysha aya uchun daromad chegarasi 1.200.000 so'm bo'lishi mumkin. Holbuki Xorazm viloyatida yashovchi Fotima aya uchun bu chegara 1.000 so'm bo'lishi mumkin. Agar siz boshqa viloyatga doimiy yashashga ko'chib o'tsangiz, avvalgi hududda olgan qo'shimcha to'lovingiz avtomatik ravishda yangi hududga ko'chmaydi. Siz yangi hududdagi qoidalar asosida qayta murojaat qilishingiz va uning mezonlariga mos kelishingiz kerak bo'ladi. 5. Qo'shimcha hujjatlar talabi ba'zida standart hujjatlar ro'yxatidan tashqari. Sizdan oilaning moddiy ahvolini to'liq aks ettiruvchi qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, tibbiy xarajatlar to'g'risidagi ma'lumotlar. Farzandlarning ishlamayotganligi haqidagi ma'lumotnomalar. Agar ular ishsiz bo'lsa, uy-joyning ta'minlashga muhtojligi haqidagi hujjatlar. Bularning barchasi arizani ko'rib chiqish jarayonini sekinlashtirishi yoki murakkablashtirishi mumkin. Ammo bu sizning huquqingizni himoya qilish uchun muhimdir. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Sizning qo'shimcha to'lov olish imkoniyatlaringizni oshirish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerak? Bu yerda aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, o'z hududingizdagi mezonlarni aniqlashtiring. Yuqorida aytib o'tganimdek, har bir hududda o'ziga xos mezonlar mavjud. Sizning birinchi vazifangiz aynan siz yashayotgan viloyat. Tuman yoki shahardagi hududiy hokimiyatlar tomonidan 65 yoshdan oshgan keksa fuqarolar uchun belgilangan qo'shimcha to'lovlarni olish shartlari va mezonlarini aniqlashtirishdir. Qayerga murojaat qilish kerak? Bil. Mahalla fuqarolar yig'ini. Eng oson va birinchi manzil bu sizning mahalla fuqarolar yig'iningizdir. Mahalla raisi, maslahatchilar yoki ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'ullar bu borada sizga eng to'g'ri va tezkor ma'lumotni berishi mumkin. Ular hududiy byudjetdan ajratiladigan yordam dasturlari haqida to'liq xabardor bo'ladi. 2. Tuman shahar hokimiyati. Agar mahallada aniq ma'lumot ololmasangiz, tuman shahar hokimiyatining ijtimoiy masalalar bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Ular hududiy qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qarorlar va ularni olish tartibi haqida batafsil ma'lumot beradi. 3. Aholini ijtimoiy himoya qilish agentligi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi ijtimoiy himoya agentligi va uning hududiy bo'limlari bu masalada yordam berishi mumkin. Ular nafaqat pensiya va nafaqalar, balki mahalliy hokimiyatlar tomonidan ajratiladigan qo'shimcha yordam dasturlari haqida ham ma'lumotga ega bo'ladi. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Mezonlarni aniqlaganingizdan so'ng sizga murojaat qilish uchun quyidagi asosiy hujjatlar ro'yxati kerak bo'ladi. Bu ro'yxat hududga qarab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalliy mutaxassislardan aniq ro'yxatni so'rab olishingiz tavsiya etiladi. Ammo odatda quyidagilar talab qilinadi. 1. Pasport yoki identifikatsiya ID kartasi asli va nusxasi. 2. Pensiya guvohnomasi asli va nusxasi. 3. Ariza murojaat qiluvchi tomonidan belgilangan shakldagi ariza. Bu arizada oilaviy ahvol, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar va yordam so'rash sabablari batafsil ko'rsatiladi. Ariza namunasi mahallada yoki hokimiyatda bo'lishi mumkin. Daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma. Oxirgi 2 oy davomidagi o'rtacha oylik daromadingiz, pensiya, ish haqi, boshqa daromadlar haqida ma'lumotnoma. Agar siz bilan birga yashovchi ishlaydigan oila a'zolaringiz bo'lsa, ularning daromadlari haqida ham ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu ma'lumotnomani ish joyidan yoki pensiya jamg'armasidan olishingiz mumkin. B. Oilaning tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Bu ma'lumotnoma siz bilan birga kimlar yashashi va ularning qarindoshlik darajasini ko'rsatadi. 6. Uy-joyga egalik huquqi to'g'risidagi hujjatlar, kadastr hujjatlari, order yoki ijara shartnomasi, agar ijara uyda yashasangiz. Bu sizning uy-joy sharoitingizni baholash uchun kerak bo'ladi. 7. Ba'zi hollarda nogironlik haqida ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa, surunkali kasalliklar haqidagi tibbiy ma'lumotnomalar, agar dori-darmonlarga katta xarajat qilsangiz, yolg'iz yashash haqida mahalla ma'lumotnomasi. 3. Qadam, ariza yozish va topshirish. Ariza yozishda
yuqorida aytib o'tilgandek ariza standart shaklda bo'ladi. Unda to'liq ism sharifingiz, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, pensiya guvohnomasi raqami ko'rsatiladi. Eng muhimi, arizada oilangizning moliyaviy ahvoli, daromadlaringiz miqdori, pensiya va boshqalar, oila a'zolarining ish joyi va daromadlari agar ular birga yashasa, shuningdek, nima uchun qo'shimcha moddiy yordamga muhtoj ekanligingizni qisqa va aniq bayon etishingiz kerak. Masalan, pensiyam asosiy ehtiyojlarimni qoplashga yetmayapti. Dori darmonlar uchun ko'p xarajat qilaman yoki yolg'iz yashayman va o'ziga qaraydigan hech kimim yo'q kabi jumlalarni ishlatishingiz mumkin. Qayerga topshirish kerak? Hujjatlaringizni to'plagandan so'ng siz mahalla fuqarolar yig'iniga yoki tuman shahar hokimiyatining ijtimoiy masalalar bo'yicha bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali IGOV uz orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Ammo keksa yoshdagi fuqarolar uchun bu jarayon biroz murakkab bo'lishi mumkin. Shuning uchun shaxsan murojaat qilish tavsiya etiladi. Murojaatni ro'yxatdan o'tkazish. Hujjatlarni topshirayotganingizda ularni ro'yxatdan o'tkazganingizni tasdiqlovchi qog'oz, xat kirish raqami bilan bo'lishingiz shart. Bu sizning murojaatingiz ko'rib chiqilishini kafolatlaydi va kelajakda holatni kuzatishda yordam beradi. 4-qadam, qarorni kuting va monitoring qiling. Ariza topshirilgandan so'ng mahalliy komissiya yoki tegishli bo'lim sizning murojaatingizni ko'rib chiqishga kirishadi. Bu jarayon odatda 15-30 kun ichida amalga oshiriladi. Komissiya sizning oilaviy ahvolingizni, yashash sharoitingizni o'rganish uchun uyingizga kelishi, qo'shimcha ma'lumotlar so'rashi mumkin. Agar arizangiz rad etilsa, rad etish sababini aniqlab oling. Ba'zan bu faqat qandaydir hujjat yetishmaganligi yoki noto'g'ri to'ldirilganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Sababni tuzatib qayta murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz rad etishni asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga viloyat hokimiyati, Adliya vazirligining hududiy bo'limlari yoki prezident virtual qabulxonasiga shikoyat qilish huquqingiz bor. 5-qadam, faol bo'ling va axborotni kuzatib boring. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini doimiy ravishda takomillashtirib boradi. Shuning uchun yangi dasturlar, o'zgarishlar va qo'shimcha imtiyozlar haqida xabardor bo'lish uchun doimiy ravishda mahalliy yangiliklarni, davlat organlarining rasmiy veb saytlarini kuzatib boring. Mahalla fuqarolar yig'ini e'lonlarini, tuman gazeta jurnallardagi ma'lumotlarni o'qib boring. Faol bo'lish har doim foyda keltiradi. Xulosa va yakuniy chorlov, qadrli yurtdoshlar. Bugun biz siz bilan 65 yoshdan oshganlar uchun hududiy qo'shimcha to'lovlar mavzusini chuqur o'rgandik. Umid qilamanki, ushbu video sizga ko'plab savollaringizga javob berdi va kelajakda to'g'ri qaror qabul qilishingiz uchun zarur bo'lgan amaliy bilimlarni taqdim etdi. Eng muhimi, shuni unutmangki, davlatimiz tomonidan keksa avlodni qo'llab-quvvatlash uchun turli imkoniyatlar yaratilgan va siz ulardan xabardor bo'lishingiz va ulardan foydalana olishingiz kerak. Imkoniyatingizni qo'ldan boy bermang. Moliyaviy ahvolingizni yaxshilash uchun faol harakat qiling. Sizga berilgan har bir qo'shimcha so'm sizning hayot sifatini, farovonligingizni oshirishga yordam beradi. Sizning hududingizda bu kabi qo'shimcha to'lovlar haqida eshitganmisiz? Bu haqda nimalarni bilasiz? O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarimiz uchun ham foydali bo'ladi. Agar ushbu videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bizning maqsadimiz sizga eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni yetkazishda davom etish. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.